Qo'ysam qadam. Dada, Va, 500 ming so'm bering. nimaga? Men zakaz qilgan oyoq kiyimim keldi-da. 500 mingga oyoq kiyib olammi? Endi kelgancha qimmat bo'lib ketganda. Ochchi, ko'raychi. Ya bu kichkina-yu, shuni zakaz qildingmi o'zingga? Singlimga bu, dada, singlimga oldimda endi o'zim oyoq kiyimda yurib, singlim oyoq kiyimsiz yurmaydi-ku. Ha, zo'r, malades, yaxshi o'ylabsan. Kel, o'zim berib qo'yaman, zo'r. Kichkinasidan berib bergan. Ha? Kichkina singlimga deyman. Ha, tushundim. Va nihoyat endi yigit borki, go'st kiya. Shunday ko'chada ko'rgan qizlar ham, "Xani go'st kiygan bola-yu" deydi. Va, go'stim aka. Nima bu? Shu va buyurtma qilgan lekin kiyim. Ha, bir oy oldin buyurtma qilganingiz, ha? Nima bo'la, Marsdan keldimi bu? Yo'q, original kiyim kech keladi-da, bu zakaz qilingan. Original, ha? Qani ko'raylik, umrimda ko'rmabman original kiyim, qani? Och. Shu. Mana. Voy, iya qulluq bo'lsa, o'g'lim. Voy, ey. Ha bu qiz bolalar-ku, ho'kiz. Yo, bu unisex-da, dada. Ya, yig'ishtir unaqa gaplaringni, bolam, yig'ishtir. Normal kiyim zakaz qilsang qil bola. Bo'lmasa men pulim yo'q unaqa behuda. Zakaz qilayotgan joy topolmayapman-da, ishonchlisdan. Mandarin kargo bor-ku. Shundan zakaz qilsang, Xitoydagi skladdan qo'lingga yetib kelguncha kuzatib turasan. O'zbekistonda 400 dan ortiq tarqatish punktlari bor, ey. Undan tashqarichi eng ishonchlilardan biri shu. Shundan zakaz qil bolam, 2-6 kunda qo'lingga yetib keladi. O'la detski. Mas yo'liga o'tdingmi endi? Qiz topib uylab qo'yaman bunaqa savdo solmasdan. Dada, shuni sizga aytilmayapti-da. Keyin ani mandarin kargoga aytsangiz, shu bitta kelin zakaz qilamizmi dedim. Kelin zakaz qilamiz? Kelin zakaz qilinmaydi. Kelin topiladi, izlanadi, keyin uylanadi. Detski. Tez keladi, ishonchli degani qiziqibman-da men.